Bu videorolikni birinchi qo'yishimizda to'g'risi 3 million 300 ming prosmotr bo'ladi. Biza shunchalik kommentariyalarga ishongan holatda karta raqam qo'ydik keyingi videorolikimizda, lekin oldingi qo'llab-quvvatlagan insonlar o'zingiz bilasizlar 90% dan bizlarni qo'llab-quvvatlamadi keyin karta raqam qo'ygandan keyin sizlar Muxtorjon amayna yordam berish uchun kelganmiz. Ya'ni 31-dekabr kuni ikki avtomobil ham yonib kul bo'lgan dedik. Vaqt topib bugun amallab kelib turibmiz. Muxtorjon hozir endi shu bugundan ikkinchi videorolik qo'ygandan keyin necha so'm pul tushdi общий? Shu karta qo'yganimizdan keyin kartani o'ziga 12 million 534 ming shunaqa yig'ildi. Undan tashqari qo'limga berib ketganlar ham bo'ldi 1 million 100 ming so'm. Общий undan oldingi videoyimizda o'zi telefon qilib menga kartamga pul tushiraman, karta raqami ayting deganlar ham 3 millioncha bor. Общий 20 million atrofida 20 million atrofi yig'ilgan. Lekin bizlara yetilgan talafotga qaraganda 250 million so'm eng kamida kerak azizlar. Bu degani 10% yig'ilmagan hali. Iltimos sizlardan videoni tarqatishda yordam beringlar. Men endi shu inson uchun iltimos aytdim. Sababi biz yo'lga chiqdik. Bugun ham kimlardir telefon qildi, bizlarga yordam bering, minating. Yo'q, hali bu ishimiz chalayapti, nera boramiz hali. Azizlar, qaranglar, 10% ham yig'olmadik. To'g'ri, sizlar majbur emassizlar, lekin bir iltimos aytib qo'yingsizlar, yurakcha bosinglar, yaqinlarga tarqatinglar bo'ldi. Gunda video tashashamiz-ku, bizlar ham o'zimiz do'stlarimiz bilan gunda 10 martalab, 20 martalab video tashamiz to'g'risi. Shu videoroliklarni tarqatishda yordam bersangizlar bo'ladi, boshqa narsa qolamiz azizlar. 5 ming so'mdan 50 ming odam ehson etsa, misol gapda hech kim hech narsasi kamalmaydi. Men aytaman, mana hech yerim kamalmaydi 5 ming so'm bilan. Karta raqam qo'yamiz yana. Bulam Alloh uchun, Xudo xolasa, oxiratda boshimizda soyabon bo'lsin. Muxtorjon ammo ustaxonasina kelgan avtomobillar bexosdan yanib ketgan azizlar. Bu insonlar endi bu avtomobilni egalari to'ylab berasan deb tutdilar. Bu egalarini ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Shuning uchun iltimos sizlardan Muxtorjon amamizga qo'llab-quvvatlab ko'mak etib beradi. Bu inson o'zlari bera musofir inson. Ya'ni Namangandan o'zlari. Muxtorjon Xudo xolasa harakat etib turibmiz. Ijobati, barakati Alloh taolodan. Azizlar, bizlar Instagramimizga obuna bo'lib ko'rishda davom etinglar. Xudo xolasa, men qo'limdan kelsa men yetimman. Ben shu yerdaman, nasib etsa. Men o'zim yolg'ondan ham bir manfaat foydalanish niyatim yo'q bu yerga kelib turib. Yo bu sizlar 100 million yig'inasam, men bir 5-10 millionni berasiz degan xohishim ham yo'q. Yolg'ondan ham o'zimda bo'lsa bazakman bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Azizlar, iltimos videoni tarqatishda yordam beringlar. Ehsonlaringiz bo'lsa, bemalol shu Muxtorjon amam salina bo'lsam shu chuqurdan chiqarib ketdilar. Bizlar o'zbekchiligimizda, haqiqatan bizlar millatimizga, bizlar ummat bo'lganimizda shu narsalar yarashadi azizlar. Sizlarga ehson qilib turgan insonlar borlaringizga shukr. Videoni tarqatganlar sizlarga 10 marta. Azizlar, ina ustaxonamiz shu yerda turgan bo'lsa, Qazaras tumanining baland ko'piri yanimda turibdi azizlar. Bu tarafimizda bag'ata chiqib ketasizlar. Benzin zapravka ham shu yerda joylashgan. Bemalol kelib o'zlarini ehsonlaringizni berkitsangizlar bo'ladi.